Yaxshimsa turdoshlar, necha vaqtdan ham to'noq choplagan kabobni chiqaraverdim. Choplim kabobdan bo'lak kabob chiqarishni bilmamsizlar deb nurg'ularing savol so'rab ketdinglar. Men bugun qozonda kabob qilishni bir kutib qo'yma. Men tepsilik ko'ringlar, birni ko'rib olsanglar deb talaysizlar meni. Bitta qilib yesanglar, nayt yeyishni pishidi. Buningga miqdorda ochiq suv. Mana ochiq suvmish go'sht nimdilgidek allat qo'yisi bo'ldi. Onun kendimiş 2 kilogram go'sht, 2 kilogram go'sht qalmış lapizdan, lapiz qiyamidan 2 qo'shiq. Uni yog'i ma qarmoch, 1,5 qo'shiq atrofida qarmoch. Muvofiq miqdorda tuz, 20 piyola piyoz. So'q go'shtni menda tekshirishtirib olgandan keyin buni 20 minut misholatda dimlab qo'yamiz. Avval boshlab men qo'y go'shtininki o'zining miyini pishirib ilib olgan mayni qozonning tikitimiz va qozon suvi quruq qozon qilaman. Mana misholatda men mayni qozonga tizib olamiz boshda. Ama go'shtimizni tizib olgandan keyin dasni yapamiz, bo'rch ketmaslik uchun. Ama dasqannimi chim yapamiz mana bu. Bunun qattiq suv qo'ymaysizlar. Bunun o'tni ang bo'shaltdi. O'choqdanki ang bo'shaltiga kelib 1 saat dinlaysizlar. Kabobni tayyor bo'ldi, hamsa hammalarga ko'rib baqlar bu ham qildimi yo ko'yib ketdimi? Tanliya. Ma bizning do'konda yo'qchima, vallahi men faqat aqasini o'ginavasini deblam chiqardim meni. Ma bu bek kuchliq bo'lgan quyruq maydlam pishib chiqdi, shunga ozroq yasizlar. 10 xilda ortiq go'sht pishirish usulim bor. Menga aksiyonlar hamma narsani o'rgataman.